Mana Husniddin, sizga aytilgan inkubatorimiz mana tayyor. Mana ichlari pastida mana korzinkasi, cho'tash tuxum qo'ygan joyi. Mana oldini ham mana bunaqangi plasmas oyna bilan bekitdim. Bu mana termoregulyatorda harorat qo'yganlariga ochib qo'ydim. Pastgina o'zi nastroyka qilib qo'yganman. O'shaning uchun bekigacha qoldi. Unga ballar bilmay bosib qo'ysa nastroykadan chiqib ketib qolmasin uchun mana pastki knopkalarni ochmadim. Hamma yo'g'i mana joyida, mana ishlayapti. Mana ishladi, mana chirog'i. Mana ishlayapti. Hamma yo'g'i yangi endi. Hamma yo'q joy-joyida ishlayapti mana. Orqada bunaqa akkumulyatorga ulaydigan simi bo'ladi. Mana shunda ko'ki plus, minus, qizili plus qilib ulab qo'yiladi. Mana qistig'ichimi, qora minus, qizil plus. Ulab qo'ysangiz, o'zi avtomatik shu svit o'chib qolsa, akkumulyatorga o'taveradi. Mana shu holatda, mana yerda endi namlikni kontrolga qilish uchun namlik ko'tarilib ketsa, jinday ochsangiz namlik tushadi. O'zi bitta idishiga suv qo'yasiz. Bitta ikkita idishda mana bitta chap tomondagisiga suv qo'ysangiz, o'shaning bilan o'zi namlik bemalol chiqaveradi. Qachonki namlik chiqmay qolsa, keyin qo'shimcha unisiga quyiladi. Chap tomondagi uni o'zi yetadi namligiga.